Inson boshiga keladigan har xil musibatlar bor. Shu musibatlarga sabr qilishni bilish kerak ekan. Bu eng to'g'ri yo'l ham sabr qilish. Nimaga desa, bu hayotda faqat siz xohlagan narsa bo'ladi degan hech qanaqa va'da yo'q. Siz xohlagan narsa bo'lmaydi hayotda doim. Insoniyat kuch-quvvatidan tashqarida bitta kuch-quvvat borki, shu kuch-quvvat siz xohlamagan narsalarni oldingizga olib keladi. Endi nima bo'ladi desa, siz bunga sabr qilsangiz va sabr qilmasangiz, baribir bu narsa bo'ladi. O'shaning uchun inson bu dunyoda boshiga keladigan musibatlarni tan olish kerak. Chunki bu dunyo sinovli dunyo. Siz xohlagan narsa bo'lsa, sinovliga qatta qoladi bu dunyo. Bu dunyo tepa-past, issiq-sovug'i bilan qiziq o'z aslida. O'shaning uchun doim siz xohlagan narsa bo'lmaydi hayotda. Ba'zida mol dunyodan ajralib qolasiz, ba'zida yaqiningizdan ajralib qolasiz. To'g'ri, oson emas bu narsa. Men hozir mana bitta o'tirib olib gapirishim oson emas endi, to'g'ri. Lekin men aytmoqchi bo'lgan narsa shuki, inson o'zini boshdagi fikrini to'g'rilab olsa, ya'ni bu dunyo faqat men xohlagan narsalar bo'ladigan hayot emas. Meni istak, xohishlarimga qarab dunyo chapga o'ngga bo'lmaydi, to'g'rimi? Ha, men xohlayman, so'rayman, bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa sabr qilaman. Shunisi bilan hayot qiziq. Agarda insonni xohlagan narsasi bo'versa hayotda, rostdan dunyodan zerikib qoladi odam. Chunki boradi, tem bo'li dunyodagi lazzatlar bor-ku. Dunyodagi lazzatlar qachongacha tatib ko'rguningizcha. Dunyodagi eng zo'r Lamborghini olsam ham, eshigimning tagida turadi-da 2 kundan keyin. Har kun haydab ketadigan mashinamga aylanadi. Eng zo'r kiyimni kiysam, o'sha kiyimimga aylanadi. Bu dunyodagi mazza tatib ko'rguningizcha. Demak, shundan kelib chiqib, erisha olmaslik bitta narsaga, bitta narsa siz xohlagandagi bo'lmaslik, siz xohlamagan ishlar bo'lib qolishi, bu asli sizni hayotingizni qiziqarli tusga olib keladi-da. Sinov degan tushuncha paydo bo'ladi. Ya'ni bu hayot sinovli hayot. Doim inson boshiga keladigan har xil musibatlar bor. Shu musibatlarga sabr qilishni bilish kerak ekan. Bu eng to'g'ri yo'l ham sabr qilish. Nimaga desa, bu hayotda faqat siz xohlagan narsa bo'ladi degan hech qanaqa va'da yo'q. Siz xohlagan narsa bo'lmaydi hayotda doim. Insoniyat kuch-quvvatidan tashqarida bitta kuch-quvvat borki, shu kuch-quvvat siz xohlamagan narsalarni oldingizga olib keladi. Endi nima bo'ladi desa, siz bunga sabr qilsangiz va sabr qilmasangiz, baribir bu narsa bo'ladi. O'shaning uchun inson bu dunyoda boshiga keladigan musibatlarni tan olish kerak. Chunki bu dunyo sinovli dunyo. Siz xohlagan narsa bo'lsa, sinovliga qatta qoladi bu dunyo. Bu dunyo tepa-past, issiq-sovug'i bilan qiziq o'z aslida. O'shaning uchun doim siz xohlagan narsa bo'lmaydi hayotda. Ba'zida mol dunyodan ajralib qolasiz, ba'zida yaqiningizdan ajralib qolasiz. To'g'ri, oson emas bu narsa. Men hozir mana bitta o'tirib olib gapirishim oson emas endi, to'g'ri. Lekin men aytmoqchi bo'lgan narsa shuki, inson o'zini boshdagi fikrini to'g'rilab olsa, ya'ni bu dunyo faqat men xohlagan narsalar bo'ladigan hayot emas. Meni istak, xohishlarimga qarab dunyo chapga o'ngga bo'lmaydi, to'g'rimi? Ha, men xohlayman, so'rayman, bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa sabr qilaman. Shunisi bilan hayot qiziq. Agarda insonni xohlagan narsasi bo'versa hayotda, rostdan dunyodan zerikib qoladi odam. Chunki boradi, tem bo'li dunyodagi lazzatlar bor-ku. Dunyodagi lazzatlar qachongacha tatib ko'rguningizcha. Dunyodagi eng zo'r Lamborghini olsam ham, eshigimning tagida turadi-da 2 kundan keyin. Har kun haydab ketadigan mashinamga aylanadi. Eng zo'r kiyimni kiysam, o'sha kiyimimga aylanadi. Bu dunyodagi mazza tatib ko'rguningizcha. Demak, shundan kelib chiqib, erisha olmaslik bitta narsaga, bitta narsa siz xohlagandagi bo'lmaslik, siz xohlamagan ishlar bo'lib qolishi, bu asli sizni hayotingizni qiziqarli tusga olib keladi-da. Sinov degan tushuncha paydo bo'ladi. Ya'ni bu hayot sinovli hayot. Doim